qo'shnini ovozi ham menga eshitilib turadi, men ovozim ham, ular svet yoqib o'tishlari ham eshitilib turadi. Bu loyihani menga ma'qul kelgani, xonalari katta-katta, kvadrat metri ham yoqdi. Hamma tomonlama chiroyli, yana pishgan g'ishtdan qilinyapti-da, beton emas. Esa chiroyli qilib qurilyapti. Hamma nimalari, udobsvalari yoqdi menga. Joylashuv, narx hammasi yaxshi. 3 ta qizimga 3 ta uy oldim shu yerda. Endi boshqa loyihalarda mana men hozir Groft uylarini olganman. U uyda qo'shnini ovozi ham menga eshitilib turadi, men ovozim ham, ular svet yoqib o'tishlari ham eshitilib turadi. Bu uyda pishgan g'ishtlardan bo'lgani uchun, devorlari baquvvat bo'lgani uchun unaqa ovozlar eshitilmaydi. Hamma tomondan chiroyli, yo'lda usti, yonida avtobus ostanovkalar bor, hamma tomonga yaqin, aeroportga, Yujni vokzallariga yaqin. O'sha tomonlama yoqdi menga. Ma'qul bo'ldi, yaxshi, yengillik, yaxshi 40 oyda to'lab tugatib olamiz. Juda ham arzon ham, qimmat emas. Tavsiya qildim. Bir ikkitasi Mirzo Ulug'bekdan olgan ekanmi, bilmayman qayerdan, Yakkasaroydan olgan ekan, olib yoqqa kelmoqchi ular. Hovlisi ham juda chiroyli bo'ladi, hamma tomonlama yopiq bo'ladi. Qo'rqmaymiz, kameralar qo'yilgan, bolalar bemalol o'ynab yuradi.